Rost yoki yolg'on? 30 yoshdan keyin semirish kuchayadi. Rost, 25-30 yoshdan keyin bizning metabolizm sekinlasha boshlaydi. Aksariyat semirish metabolizmga bog'liq. Faqat bir mahal yesam oz emas. Yolg'on, chunki organizmda ovqatlanish bir kunda bir mahal yoki kundamda och yurish faqatgina zaxirani vaqtincha ishlatish, keyin yana qayta semirishga olib kelishi mumkin. Sport umuman ozdirmaydi. Bu yolg'on, chunki sport mashg'ulotlari kaloriyani tezroq yoqishga yordam beradi. 30% sport, 70% dieta yordam beradi. Ozish uchun shirin mevalar yemasligim kerak. Yolg'on, chunki ratsionimizda hamma narsani me'yorida bo'lishi bizani faqat tartib bilan olishga yordam beradi. Shakar meni juda ham semirtiradi. Yolg'on, chunki shakarni kunlik organizmdagi dozasi bor. Agar shu miqdordan oshib ketsa, shakar semirtirishi mumkin. Yog'li ovqat yesam vazn qo'shaman. Yolg'on, yog'ni yog' yoqadi. Agar ratsionimizda qancha yog'li taomlar bo'lsa, bizning organizmimizda qiynalmasdan ozish bo'lishi mumkin. Yugurish tez ozdiradi. Yolg'on, yugurishdan ko'ra yurish sizni tezroq ozdiradi. To'g'ri, yugurganda biz tezroq kuch sarflaymiz deb o'ylaymiz, lekin tez charchab qolamiz. Yurishda esa asta-sekin kaloriya yoqilishi boshlanadi va organizmda yog' eriy boshlaydi. Agar sizda shunaqa xatolar bo'lsa, rost yoki yolg'onni albatta bilib olishingiz va mana sahifamga obuna bo'lishni unutmasligingiz kerak.